Janoza. Og'ir judolik. Afsuski, 23 yoshli qiz vafot etdi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Tojikistonda 23 yoshli Mehrona Noibovaning o'limini tergov qilish doirasida Bosh prokuraturaning katta tergovchisi Firuz Saidzoda qo'lga olindi. Bu haqda 22-iyul kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Respublika bosh prokurori Habibullo Vohidzoda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Saidzoda allaqachon prokuratura organlaridan bo'shatilgan. Unga nisbatan Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu modda sanksiyada 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Bosh prokuror, shuningdek, 2-prokuratura xodimi Davlat Arabzodaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilmaganini ma'lum qilgan. Vohidzodaning aytishicha, Darvoz tumaniga safar chog'ida u Saidzoda va Mehrona Noibovaga haydovchilik qilgan. Bosh prokuraturada tergovning boshqa tafsilotlari ochiqlanmagan. Xususan, tergov aynan qaysi harakatlar ishni o'z joniga qasd qilish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha kvalifikatsiya qilishga asos bo'lganiga aniqlik kiritilmayapti, deyilgan xabarda.